Assalomu alaykum akalar, yaxshimisizlar, tuzingizlar? Akalar, Namangan Nora avtomobil bozoridan hozir Damas'kilarni video syomka qilib chiqdim. Damas'kilarda juda ham ko'p dehqonlardan video syomka qildim. Nora avtomobil bozorida bugun mashina juda ham ko'p, juda ham nerealni eshiklarga umuman sig'mayapti. Hop, endi akalar, meni bu yerga kelishdan asosiy maqsadim bozordan qaytgan mashinalarni video syomka qilish edi. Instagramga o'tib turib, yanada arzon deb qidirsanglar, Instagramda ham yanada arzon kanali, logotiplarim hamma narsam bir xil sapsariq qora yozuvli. O'tib obuna bo'lib qo'ysanglar, xudo xolasa bozordan qaytgan mashinalarni video syomka qilib sizlarga taqdim etamiz. Mana mikrofonlarim bor. Xudo xolasa hozir yana bitta mashinalarda video syomka qilaman. Cobaltmi yoki bo'lmasa yana qanaqa mashinalar video syomka qilsam ekan. Videomizga albatta like bosib qo'yinglar akalar. Sizlar uchun, mana sizlar uchun, aynan imенно siz uchun, bitta siz uchun mana kelib mehnat qilyapmiz. O'shuning uchun ozgina mehnatimizni qadrlab, bittadan like bosib qo'yib, bizning kanalda yangilar bo'lsa obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan-da yaxshiroq, sifatliroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sizlar uchun ijoddamiz. Mayli, salomat bo'linglar, o'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Musofirda akalar, sizlar omon bo'linglar. Birinchi bo'lib 2024 Damas'dan boshladik video syomkamizni. Kraskalari toza, 2024 ichki holatlarini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. 12 ballonlar qo'yib qo'yilgan, qalpaqlari bor. Chexol, polik yurgani 10 ming ekan akalar, 10.800. Barlar, xullas ichki holatlar tiniq holatda qilib qo'yilgan ekan akalar. Yangi mashina. Rollarigacha manaqa chexollar tiktirib qo'yilgan ekan. Mana shu tiktirgan yaxshi. Xo'p, orqada tonirovkalari bor akalar. Shumkalari yo'q ekan lekin. Orqa holatda. Yangi mashina 80 ekan. Mashina bir shakallardan unda. Nech pul aka buni puli? 7600. Tayyor gaz balonlari ham bor. Barakaga yaqinroq qilib aytinglar aka. 7400 ham tushib beramiz. Bo'l, telefon nomeringiz? 93lik. 93lik 408 408 22 22 28 akalar. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqarasizlar. Namangan Nora avtomobil bozoridamiz. Xudo xolasa sizlarga qo'ldan kelgancha chiroyli mashinalarni video syomka qilamiz. Bormi? Qalaysiz? Internetga qo'yib qo'yaylik buni? Kim egasi? Yili eskiroqlardan ham akalar, yili eskiroqlardan ham video syomka qilamiz, xudo xolasa. Xo'p, 2021 internetga qo'yaylikmi aka? Xo'p, assalomu alaykum, internetga qo'yaylikmi akalar? Bilmayman, bor. Nima kelsinchi? Ularni bunaqasi. Necha yili? 2022. Kraskalari? Hozir bir yerda rektovkasi bor ekan. Xo'p, 13 ballonlari bor, ballon holatlari zo'r ekan. Mashinalar orqa qismlari ekan. Putlari bor ekan mashinaning. O'ynayda ozgina yorug'i bor ekan. Xo'p, akamiz tushdi. Ichki holatlar dehqonchilik mashinami? Ham aka? holatlari yaxshi, xudo xolasa. Dehqonchilik mashina ekan akalar. Mana chiroyli barlari bor. Yurgani 65 ming. 6000 bo'lib qopti. Aka. Polichi hollari hamma narsasi bor, tepada manaqa gruplari ham bor, chiroyli. Xo'p, amaki buni mos korobka motorlari qanday? Yaxshi, xudo xolasa. Mosti doshi yo'q, ha? Yo'q. Toza hamma yo'q. Xo'p. Yaxshi, zo'r. Sostanalari zo'r deb aytib o'tyapti akalar. Nech pul qilib beramiz aka? Biz kanalning nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq qilib narx aytsangiz, o'zingiz ham qiylanmaysiz, oluvchi ham qiylanmaydi. 6000 ga bitta uramiz. 6000 ga? 6000 ga bitta uramiz. Kami yo'q. Yo'q, kam yo'q. Bo'lishi. Biz bozor ko'rdingmi bu Damas? Bozor ko'ryapti. Bundan oldingi bozorlarda Yo'q, boshqa bozorga chiqqan emas, bugun birinchisi. xo'p, telefon nomeringizni aytib qo'ying aka bo'lsa. 93lik 93lik 418 418 30 30 37. 37. Aloqaga chiqarasiz. Charchamanglar aka. Xo'p. Bormi akalar? Internetga qo'yib qo'yaylikmi? Besplatniy. Mutlaqo tekin.
Necha yili? 2008. Mana akalar, yili eskirog'idan mana sizlarga. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi yo'q. Kaltagi ham yo'q, kraskasi ham yo'q. Chexol polilari bor akalar. Motorlar yangi qilib qo'yilgan ekan. Akkumulyator balonlari yangi deb aytib o'tyapti. Xo'p, balonlari 12 balon ekan. Balon holatini mana ko'rib qo'yinglar. Mos korobka motorlari qanday aka buni? Motor ana nimada mostda sal paz ovoz bor. Mosda ozgina tovushi bor ekan akalar. Bunaqa parolari bor. Qolgan joylari yaxshi. Yaxshi. Motorlar yangi qilib qo'yilgan dedi, aka. Xo'p. Nech pul? 3600 kami bor. 3600 kam bor. Barakaga yaqinroq qilib aytaylik aka. 3300 ga beramiz. Bo'ldi. Nima uchun? Telefon nomeringiz? Ana o'san telefoningiz 94lik 525 7700. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqa qilib ko'rasizlar akalar. Qaysini? Bumi? 2023. 73 ming yurgan. Kraska toza. Sizdanmi aka? Dehqonchilik mashina? Dehqonchilik. Dehqonchilik mashina. Akalar, yana bitta dehqon akalarimizdan. Balonlari 12 balonlari bor. Mehnatimizga bittadan like bosib qo'ysanglar, prosta xursand bo'lamiz xolos. Dehqonchilik mashina ekan. Chexoli yo'q, polilari bor, chiroyli, yaxshi polilar qilib qo'yilgan. Ko'ringlar, tashab qo'yilgan. Xo'p. Orqa holatlari. O'rik oqi semichga olib yeb o'tirishibdi. Aka, buni barakaga yaqinroq qilib narx aytsangiz. O'zingiz ham qiylanmaysiz, oluvchi ham qiylanmaydi. 65 kami bor. 65 kam bor. Telefon nomeringiz mana ekan, aka. Shu nomerlarga aloqa qilib ko'rasizlar, hurmatli obunachilar. Bo'pti aka, charchamay bozoringiz bo'lsin. Yana bormi polvon? Bo'ldi. Bo'pti. Xo'p, akalar. 2020 ni internetga qo'yib qo'yaylikmi? Yilini 2020. Kraskalari qanday? Kraskasi yo'q, toza. Toza. Dehqonchilikmi? Dehqonchilik. Dehqonchilik. Kraskasi toza 13 balonlar qo'yib qo'yilgan akalar. Yana bitta dehqon akamizdan chexoli yo'q, buni ham poligi bor, barlari bor. Yurgani 99 ming. Mos korobka motorlari? Zo'r. Moslarida umuman dosh yo'q. Pultlari bor ekan, aka? Ha. Ishlaydi? Nima deysiz? Pulti. Pulti bor. Pultlari bor, ishlaydi, deyapti. Mana orqa holatlari. Choklarni bir qator ko'rsatib qo'yamiz endi akalar. Nech pul qilib beramiz aka? Buni endi barakaga yaqinroq qilib. 5700. 5200. 700. 5700. Kami bor. Kam bor. Bozor ko'rmadimi hali? Yo'q. Xo'p, telefon nomeringiz? Telefon nomeringizni ayting. Oldim. Bo'ldi, hozir telefon nomerini ko'rsatamiz. Xo'p, 90 li ekan akalar, 797 38 83 ekan. Aloqa qilib ko'rasizlar, kimgadir qiziq bo'lsa. Asosiy Akalar, yana bir narsa, mana ko'pchilik aytayapti, mashina purishlari ham aytayapti, ko'pchilik aytayapti, men siz kanalingizga qo'yganimdan keyin mashinam sotilib ketdi deyapti. Men bir narsadan qo'rqamanki, meni kanalimni kuzatib borib turib, mashina xarid qilsanglar, mashinada qanaqadir nuqsoni chiqib, qanaqadir aybi chiqib qoladigan bo'lsa, mashinani xarid qilib bo'lganinglardan keyin bilib, mashi boladan qo'yuvdim, mashi boladan ko'ruvdim deb turib meni ayblamanglar. Men aytaman, постоянно aytaman, mashina olayotganda kraskasini 100, mana misol 5000 dollarga mashina oldinglar, 4000 dollarga, 3000 dollarga mashina oldinglar. 100 ming, 200 ming sarflash qiyin bu mashinani boshida olishdan oldin. 200 ming, 300 ming, mayli 500 minggacha sarf qiling. Ko'nglingiz to'q bo'lsa, mashinani misol ustasiga olib boring, haqiqiy ustasiga olib boring. O'zini tanish emas, o'zingiz tanishingizga olib boring. Ko'rsating mashinani, hamma joyini akkuratni, akido hamma joyini ko'rsating. Shundan keyin xarid qiling mashinani. Meni gapimga yo'q, egasini gapiga uchib ketmanglar. Endi bu haqiqiy chin ko'nglimdan chiqayotgan narsa. Umuman boshqa
boshqa biznes akkauntlarim borda, biznes kanallarim bor. O'sha yerga borganda ham, misol uchun, biror narsani reklama qilayotganimda ham qo'rqaman men. Bu odamlarga foydasi tegami yoki bo'lmasa meni aldamayaptimikin, zarari tegib qolmaydimikin odamlarga menga telefon qilib so'rasa, qanaqa narsa, nima narsa deb so'rayman. Agar yaxshi odamlarga foydali narsa bo'lsa, yugurib borib video syomka qilaman. Agar kredit, boshqa balobatlar, harom narsa bo'lsa, men umuman unaqa narsaga yaqinlashmayman. O'shuning uchun menga ishonib qolmanglar, egasiga ham ishonmanglar, o'zingizlarga ishoninglar, ustaga olib borib ko'rsatinglar, ko'zingiz bilan ko'ring, tekshirayotganda o'zingiz ham ko'zingiz bilan ko'ring. Mana mayda ayb bor ekan desa, o'shunga ko'zingiz bilan ko'rib turib, keyinchalik sotayotganda ham qiylanmaysizda o'zingizlar ham. Mayda tekshirtirganman, mana shu yerda muammosi chiqqan, qildirganman yoki bo'lmasa mana shu bo'yi turibdi deb sotaverasizlar bemalol. Endi meni gapimni to'g'ri tushuninglar, hammasini to'g'ri tushundinglar degan umiddaman. Mayli, salomat bo'linglar. O'zingizlarga ehtiyot qilinglar. Ha, yana bir narsa, Instagramga o'tgandan keyin ham Instagramda ham misol uchun mashina bozoridan qaytgan mashinalarni video syomka qilganimda, o'shinga ham ishonib qolmanglar. Mashinani aytadi-da, u tezda bo'ladi-da. Instagramga misol 1 minutga yaqin video olinadi. Mashina kraskalarini, boshqa narsalarni aytadi. O'shunda ham ishonib qolmanglar. Egasi ming zo'r, anaqa, manaqa degan bilan ham bab ishonmaydi. Aytib o'tdim. Akalar, mana yana bitta dehqon akamizdan Damas 2 ta olib qo'ydim. Yili 2011 ekan. Yurganlarni hozir ko'rsatib o'taman. Wow. Akalar, bugun Namangan mashina bozorida ishoninglar, mashina qaynab ketdi, qaynab. Xo'p, chexol polilari bor. 224 ming yurgan ekan. 29 ming. Chexol polilari bor. 11 ming. Necha? Raskascha. Ancha bo'ldi. Tomida shilinganiga sepilgan joyi bor ekan akalar. Hozir yana bir qator o'zidan so'rab o'tamiz. Yurish-turishlar qanday aka bu narsa? Kraskalar necha foiz deymiz aka endi? Bilmayman, endi ashida borligini bilaman, taxminan tashqaridan bo'lgan. Xo'p, akalar, kimgadir qiziq bo'lsa, kuzovshiga olib borib ko'rsatib olaverasizlar, kimgadir qiziq bo'lsa. Endi pastlarda petno bo'lishi mumkin, endi men bilganim o'sha. O'z minib yurgan mashinasiz aka, necha yildan beri minib yurish? 2 yildan. 2 yildan beri. Mostda o'sha yo'q. Yo'q. Mostda o'sha yo'q, motorlari ham yaxshi. Xo'p, aka, biz kanalning nomi Yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq narx aytsangiz, xudo xolasa sotilishi yaxshi bo'ladi. Bozor pul berdi mana bugun? Ha, 36 ga kirdi, bermadi. 36 ga kiribdi, berilmabdi akalar. Xo'p, qancha qoldi endi? Ozgina qoldimi? Bo'ldi. Necha pul aytyapsiz o'zingiz narxini? 4600 kam bor, ya. 4600 kam bor. Bo'ldi. Telefon nomeringizni ayting aka. 94lik 102 19 22. Bo'pti aka, charchamang, bozoringiz bersin. Xo'p. Xo'p akalar, mana men bittadan like bosib, kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, обязательно. Akalar, 2014-yilgi Damas 2 ni ko'ringlarchi. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi bir 60% borda, endi e'tibetlari chaqa-chuqa bo'lib qilinganda. 60% kraskasi bor ekan. Qattiq udari, orqa oldisi? Oldi orqasi but-butun, yonlar. Oldi orqasi but-butun deyapti, yonlarida bo'lgan ekan. Aka, buni arzon narxda bermasangiz bo'lmaydi, buni sota. Ahvoli sata bu mashinani akalar. Men tavsiya bermayman. Tavsiya bermayman to'g'risi. Men video syomka qilaman, lekin ahvoli sata bu mashinani akalar, to'g'risi. Umuman ahvoli sata. Просто syomka qilib ko'r endi. Ha, telefon qilib bloger ashna deb qo'yganlar. Bloger ashna dedi deb turmaylar yana akalar. Telefon qilib. O'zingizlar ko'ringlar. Menga, misol uchun, menga shunaqa tuyulyapti. 60%. Aka, buni bir o'ta arzon qilib ayting aka mashinani.
36 ga beramiz naqd pul bo'lsa. 36 ga berasiz. Ha. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 292 292 8800. Xo'p. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Xo'pda akalar yana bitta Dehqondan 2009-yilgi Damas 2 ni ko'ringlarchi. Bu ham dehqonchilik ekan. Kraskalari oldi tomonda udar bo'lgan ekan, oldi tomonda kraskalari bor ekan. Ochib qo'ying pulni. Aka, bu kraskasi oldida qattiq udar bo'lmaganmi qilib? Oldiga kelib urgan ekan. Akalar. Orqasiga. Ukam mashinasi. Mashinada bormi? Unaqa strashniy bo'lmaganmi aka? Yo'q, mashinada o'g'il urib olganda. O'zi butun mashina edi o'zi. Xo'p, qolgan joylari butun-a? Ana yerda ham ozgina sindirgan. Mashina yerga bo'lsa kerak. Mana. Mana. Sepib qo'ygan. O'sha yerda. Ha. Qaralgan, sepilgan ekan. Xo'p, pultlari bor ekan, shumkalar bo'lgan ekan mashina akalar. Dehqonchilik mashina aytib o'tganimizdek. Xudo xolasa pardashga qilib tursanglar, obuna bo'lib. Yaqinda. Motori yaqinda qilingan. Moskarovka moskarovkalari qanday? Mosta bor, 70-80 ga chiqqanda chiqadi. Mosta 70-80 da tovushi bor ekan. Xo'p. Bu narxini barakaga yaqinroq qilib ayting aka. Endi 4200 deyamiz endi. 4200 deyapsiz. Bozor pul bermadimi? Bozor berdi 3000 berishdi, 29 berishyapti. Yaxshi. Telefon nomeringiz? 91lik 91lik 359 359 98 44. 98 44. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar akalar. Shunaqa dehqonchilik mashina. Endi orqasini ochib bo'lmaydigan akalar, shunaqa bozorda odam ko'p, shunaqa odam ko'p. Eshik tayi yaqlagicha katta ko'chagacha chiqib ketganda, Norin mashina bozori. Endi akalar iloji boricha sizlarga mana dehqonlardan syomka qilyapmiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Ha, deb aytavermay qaytarib. Aka, bu internetga qo'ymaylikmi? Necha yili? 2004. Dehqonchilikmi, tirikchilikmi aka? Tirikchilik. Xo'p. Damas 1 ekan akalar, 2004. Damas 1. Kraskalari qanday aka buni? Kraskasi 10%. Qattiq udari yo'q. Udari umuman yo'q deyapti aka. Wow, ishlari ham chiroyli holatda. Yurish, motor, mos korobkalari qanday? Mos tummanda o'sh yo'q. Mosda bir 5% 10% dovushi bor ekan. Chixol polilari qilib qo'yilgan. 2004-yilgi Damas. Bir orqalarini faralab qo'yib. Yaxshi. Nasoslari ham o'ta qattiq. Shumkalar qilingan ekan-da, aka? Poli shumka qilinganmi? Xo'p, orqa choklari zo'r. Mana mashina dehqonlar qilmaydi, mana qilib dehqon akalar sizlar ham chiroyli qilib, polirovka qilib, necha mehr bersanglar, sizlarda ham mashinalar xuddi shunaqa bo'ladi. Ishoninglar. Aka, buni zizalari qanday? Zigzaglar pechat olib. Pechat. Ha, klientlar ko'rsatdim. Bitta ko'rsatdi. Maza qilishsin. Tumbalarni ko'rib maza qilishsin. Ancha bo'lgan aka, zizalari butun bo'lsa. Shunaqa bor ekan deysiz. Ha, oka. Ikki tarafdan bir xil. Yo'q. Yo'q, shunaqa yo'q. Damas bir ishqibozlariga akalar. Jo'natib qo'yasizlar video. Maza qilishsin. Eshiklarni ham shunga qildirib olsanglar, zo'r bo'ladi. Necha pul aytamiz aka, barakaga yaqin narx ayting. 3400 ozgina tushib turibdi siz klientlaringiz oka. 3600-3800 narx aytganmiz. 3400 ozgina tushib berasiz. Sizning klientlaringiz uchun bu. Bo'ldi, gaplar. Telefon nomeringizni ayting. 95lik 95lik 992 992 73 73 79. 79. Maza qilib minadigan odamlar yo'q faqat. Bo'ldi. Variantga chiqmaydimi mabodo? Kelishingiz aqli ham. Bo'ldi. Telefon qilib gaplashaverasizlar akalar.
Bo'pti akalar, charchamanglar. Bu ham bormi? To'g'ri menamandagi odam 15. Bo'ldi, 2015. 75 nomer. Ha, yaxshi odamsiz. Biletlarimiz bor, yaxshi. Xo'p. Menamandagi odam. Kraskalari qanday? Rasmi toza yo'q, hech qaysi. Kraskalari yo'q. Toza. Top-toza mashina. Xo'p, 12 ballonlarda akalar mashina. Chexol polilari bor, 85 ming yurgan mashina. Rabegan uzuk 85 mingmi shunaqa uka? Ha, 85 ming ko'rdim. Tonirovkalari bor. Sirenalari bor, chiroyli holatda. Birkasi olib tashalgan ekan, cho'tan nimaga olib tashalgan? Ha, cho'ta stran. Mashinaning orqa holatlari ekan. Abi nuqsoni yo'q mashina, buyoqqa jo'rlar. Xo'p. Holi shunga bo'lgan ekanda buni ham. Ha, poli hammasi shunday bo'lgan. Lekin poli ham shunaqa ideal bo'lgan, asli. Ko'chirib o'sib qo'yamiz tozalab. Nariga o'pshi bo'lganmi? Ha. Ba'zan mayiga chiqib qo'yadi. Yo'q, uni yo'qcha bo'lgan. Yarim metrdan. Ponni bo'lgan. Qo'lni bo'lgan-a? Yarim metrli aybni bekitish uchun bo'ladi. Buni bekitish bo'ladi. Yarim metrli. Bu ponni bo'lgan. Yechib ko'rsatamiz, to'g'ri. Bo'ldi, yechib, qiziquvchilarga yechib ko'rsatilaverar ekan akalar. Aybi nuqsoni yo'q mashinada to'g'ri. Aybi nuqsoni yo'q. Moz korobka motor. Moz korobka motorlari hamma yo'g'i Zo'r. zo'r deyapti akalar. Minib ko'rib, keyin pulga kelishamiz. Bektiyorlar. Minib ko'rib pul sanaverasizlar ekan. Nech pul aytamiz aka biz kanalga? Barakaga yaqin narx. 58 ming aytibdi. Hop, Siz kelganingiz uchun 5,5 ozgina tushib beramiz. bo'ldi. Telefon nomeringiz? 95lik. 95lik 992 992 73 73 79. 79. Kimgadir qiziq bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Aka, charchamang bozoringizni. Xo'p, xo'p. Akalar 2009-yilgi yana bitta dehqondan Damas 2 ta olib qo'ydim. Xo'p. Dehqonchilik mashina ekan akalar. Oynada ozgina manaqa yorug'i bor. Tonirovkalari bor, 13 ballonlarda. Ballon holatlarini ko'rishingiz mumkin. O'rtacha ekan. Xo'p, yurgani 386 ming. Pioneer original smartfonlari bor ekan, chexol polilari bor. Kraskalari qanday aka? 20% kraskasi bor. Strashni udar bo'lmagan aka? Udari yo'q. Xo'p. Shunaqa holatda akalar, dehqonchilik mashina 2009. Pioneer smartfonlari bor, original ekan aka. Orqa holatlari. Aka, bizning kanalda nomi yanada arzon degan kanal. Barakaga yaqinroq qilib narx aytsangiz, o'zidan qilinmaydi, oluvchi ham qilinmaydi. Bozor qildimmi bugun? Bozor qilib turibdi. Ha. Bozorga qarab 1-200 dollar raziyasi bilan aytsangiz. 3600 qilib beramiz. 3600 bo'ladigan, ha? Bo'ldi. Telefon nomeringiz? 90lik. Ha, buni motor moz korobkalari qanday? Motor korobkalari yaxshi. Mozda doshi? Yo'q. Umuman doshi yo'q, ha? 90lik 552 1998. Shu raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar akalar. 2009 aka. 2009.